Şahınlarımı söyle. Toshkentgami? Ha, Toshkentga. Mashina olganib ketyapmiz. Mana 2 pachka doldurimiz bor. To'xtatchinni. Nega pulni ko'rsatasan? Shular qayerga? Jo'ram qamoqdan chiqqanda pul topishga harakat qilib yuribmiz-da biz ham. O'yla. Topinglar-a, shaharda ish ko'p-ku. Nega menga qaraysan, rulga qara, ko'zingga iloymay ko'r. O'ldiraman jinni. Nima to'g'ri? Xudoga shukr. Nima hidi chiqyapti? Metan gazi hidi chiqdi. Tualetga to'xtat. Tushunda yomon qo'rqdim. Hey, to'xtada. Shu tualetga doldirish kiray. Kalboboning hurmati bor. Dada uyingizga kirib chiqayin bo'lmasa. Jinni bu. Pulni ushlab turib o'zim kirib chiqaman. Qo'y chidayman onasini jin. Alo, ya. Zakiylik Toshkentga. $20,000 Dadam chap kissasiga xavotir olmang. O'ylarding hammaga ay dollaring borligini hamma bildi, o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymi shunda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Oh, boje, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. Uxlasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirdimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana o'ning qisman trakkarchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Voy mantpoy, ne zashta taksiga pul beribsiz? Mayli, ber pulni. Akajon, mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Bantikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voy ular. Yo'q, nima bu? Voy ular. Pul qani qilsa? Bilmayman, musorga tashlamayman, Dadajon. Yolvoraman. Jannatim. Voy yordamsiz, jannatim. Musorkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Aka, Bu musorka yopilgan. nimaga? Bilmayman, musorkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand, xudo berdi, Cobalt olaman deb. Bor, Volgani orqasida shunda arava turibdi, olib kel ber. Xo'p. Qani arava yo'q-ku? Dada, arava yo'q ekan u yoqda. Qaradingmi, yaxshilanmi? Arava bo'lmaydi, shu yerda turuvdi Volgani orqasida shunda. Ha, qaradim, Volgani orqasida yo'q, dada. O, yaxshilab qaradingmi? Voy, o'zingiz mana qarang, yo'q. Hozir borib topsam, basharingni yoraman. Tushundingmi? Yuring, mana, yuring. Mana Mana nima mana aravamni turibdi-ku mana mashina Volgani orqasida dedim. Ko'rmadingmi mashina? Rostdan yo'q edi. Hozir yo'q edi, dada, rostdan. Dada, voy yo'q edi. Sizga. Svetdan keldik, uyda kimdir bormi? Bor-e, uyda hech kim yo'q, bor. Anaki uyda hech kim yo'q edi. Kim aytdi? O, mana dadam. Voy, onang nima ko'r. Molga suv berdingmi? Ha, berdim. Mana ishyapti-yu. Voy, rostdan berdim. Bu yoqqa endi. Mana qo'shni, sizga mana ekler sovunlar so'raganingizni olib kelib qo'ydim. Mana qattig'i ham, suyug'i ham. Hamma maqtayotgan sovun. Zo'r ekan. Eng qizig'i bor, mana qattig'i, zo'r ko'pirar ekan. Suvda uncha-munchaga erib ketmas ekan. Undan tashqari eklerdagilar sochga kraska chiqarishardi-yu. Hozir sovunni ham yo'lga qo'yib yuborishdi. Tabiiy. Atir yomonni sevibsiz, mana deyapti. Bu atir emas, qo'llarimni ekler sovunlarga yuvdim. Hidi ham bor. Hidi ham bor. Ya'ni bitta qo'shib olmasangiz bo'lmaydi. Bolta, yoqqa. Hop, Volgani orqasida bagajda. Ya'ni Volganmi? Gap eshit. Volgan bagajning ustiga bunaqa ekler sovunlarni, qattig'ini ham, suyug'ini ham qo'yib qo'yganman. O'shandan ikkita olib kelgan, tushundingmi? Volgani ustida. Volgani ustida topolmadim, ko'rmadim deb kelman. Shu boshqa yo'l boraman. Bor, tez. Hozir. Mana Volgani ustida siz yetayotgan sovunlar yo'q. Mana ataylab videoga olib qo'yapman.
yo'q ekan. Voy onang nimaga topolmayken. Hozir men bilan birga Maslahat deyishingizni bilib, men videoga olib keldim, meni urmang deb. Mana. Mana ustida yo'q siz topgan sovunlar. Mana ataylab video. Ada ruxsat bersangiz, ozgina lecheyni olsam bo'ladimi? Rostdan yo'q edi. Top keling, ko'taraman, top keling. Voy mamona. Nima bo'ldi yana bolam? Dada ko'rmaysizmi? Ani negativchilar yana keliningizga yozganda, militsiyaga borib top kelay shuni. Uyi kuysin shu negativchilarni. Top bolam, top. Qo'ying shuni darb Ye, ana o'g'ling keldi. Topildimi? Topdim. Kim ekan? Mana qo'shnining o'g'li. O'zim Sattorni o'g'limi? Ko'ra olmaydi-da bular, ko'ra olmaydi. Sotga beringizlar. Bu hali hammasi emas, dada. Negativlar juda ko'p. Militsiyaga bitta-bitta o'qib bering. Demak, birinchi profil sohibi Sohiba Chaqmoq. Topingchi. Ammangizning nomida ochilgan ekan. Amma siz rosa hurmat qilardim-ku, amma. Nima deb yozibdi bu? O'qigani? To'ylarda jakillab qo'shiq aytgandan ko'ra, uyingda lo'pillab qaynonangning xizmatini qilsang bo'lmaydimi deb yozibdilar. Ha? Ish qilsin-da. Sanga nima? Tur yo'qol uyingga bor. İçimizde alajilar saqlaganaqamizda. Demak, keyingisi Janichka 108. Bular onangiz ekan. Voy, ona. Sharmanda. Stovasmay ham qo'yasan profilingni. Nima deb yozibdi bu? Mayli, o'qimay qo'yavering. O'qi. Munisani zapal videosini ko'rmoqchi bo'lsanglar, profilimga o'tinglar deb yozibdilar. Onajon, qanaqa video? Nima videosi bor senda? Yo'q, mana podpiskama, propiskama ana shu ko'paysin devdim-da. Sangalim. Sharmanda qilding militsiyani oldida. Yana bitta bor ekan. Qaha Svitochik. Ukangiz ekan. Ukan? Nima deb yozibdi o'qi? Kalta kulta kiyib yurasan, eringga ham qoyil qolmadim. Kim ekansiz? Chimo? Menga qara. Akang chimo bo'lsa, sen nima svitochik qo'ygansan profilingni? Atirgulmisan? Mazam qochyapti adasi. Sharmanda bo'ldik. Nimaga faqat o'zimiznikini yomonlashni bilamiz? Uni padeshka qilishni o'rniga faqat negativ yozamiz. Nimaga? Uzr, kechirasizlar, oxirgisi bittasi qolibdi. Kim u? Sevinchga 69. Dadangiz ekan. Dada? Shuni ham topdinglar. Qanday topdinglar uni? Ya, o'qingda nima debdi? Ya o'qimang kelin. O'qiydi. Hamma joying sunniy. Tabiiy joying oldimi qizaloq deb yozibdilar. Dada sizdan kutmagandim lekin bor-ku. Uyalmadingizmi shunday deyishga? Negativ yozsang, senga hamma e'tibor berar ekan. Yozmasang hech kim e'tibor bermas ekan. Mana Sizga nima endi shu? podpiska uchun qildim kelin. Atak yaxshi. Samolyotda to'lamışmış